Heyo barchangizga assalomu alaykum do'stlar. Sizlar bilan har doimgidek Madlen. Bilaman endi bu video rekdan chiqadimi chiqmaydimi bilmayman. Lekin shu videoni sizlar ko'rib turgan bo'lsanglar, iltimos bir do'stlaringizga tashab bir podдержка qilarasizlar degan umiddaman. Nimalar bo'lganini ozgina boshida gapirib o'taman. Undan keyin open pack videosini qo'yib beraman. Kecha kuni mana shu qo'yayotgan open packimga 2 marta kanalimga strike keldi. Bu strike 3 ta bo'lsa, kanal udalt qilinadi. 42 mingtalik kanalim. O'chib ketish arafasida desam ham bo'laveradi. Chunki 50 qoldi kanal. Endi bilmadim, hammasi Allohdan. Alloh shuni xohlagan ekan, bironta aybim bor ekanki, shu narsani meni boshimga solib qo'ydi. Sizlardan nima kutaman? Mana shu bir kunning ichida juda ko'p o'yladim. Может, YouTube ichidan ketaverarman, FC dan ketaverarman degan xayollar ham bo'ldi. Lekin Telegramdagi bolalarning podдержкасы, chatga yozishganlari hammasini o'ylagan holatda yana bir marta kanal yurgizishga qaror qildim. Xudo xolasa men sizlarga ishonaman jigarlar. Bir haftaga qolmasdan bu kanalda 10 mingta qilib bera olasizlar. Men просто Madlen armiyaga ishonaman, xolos. Keyin Allohga ishonaman. Sizlardan so'raydigan narsam shu bitta jigarlar. Mana shu ikkinchi kanalga Madlen Prime kanalga просто подписка bosib qo'yasizlar bo'ldi. Xudo xolasa kontentlarni ko'paytirishga va'da beraman. Endi hammasi Allohdan, nima ham deymiz endi. Xo'p, videoga o'taveramiz jigarlar unda. Charchamanglar, podpiska bosib qo'yish esdan chiqmasin. Hey yo, barchangizga assalomu alaykum do'stlar. Sizlar bilan har doimgidek Madlen. Bugun mehmonimizda hech kim yo'q. Bugun bitta o'zim open pack qilishga qaror qildim va do'stlar, ko'rib turganingizdek, уже 42 mingta bo'ldik. O'tgan safargi videoda bilmayman, 36 mingmi, 37 ming edik. Har kuni efirlar bo'lyapti. Obuna bo'lib qo'ysanglar, o'zingizlar uchun ham foydali bo'ladi. Har kuni efir ko'rib maza qilib o'tirasizlar. Xo'p jigarlar, bugun yangi o'yinchilar kelgan. Yangi o'yinchilardan mana Bale просто shikarniy kelgan. Bale, Sabaslay, Eze, Courtois. Tibo Courtoisni o'ynatib ko'rish kerak. Любой kartasi yaxshi kelgan. Endi Alvarez balobatlarlar. Bu o'yinchilar hechimga qiziq emas deb o'ylayman. Shaxsan o'zimga ham qiziq emas. Tepada Diego Forlan ketdi. Yesicho Forlanga ochamiz-ochmaymiz bilmadim-ku. Lekin Bale'ga harakat qilib ko'ramiz deganlar. Xo'p, bo'lmasa bu akkauntni bitta bratishkamga berdim. 6000 point donat qildi. Aka open pack qiling degan uchun sekin open pack qilyapmiz. Siz uchun donat kerak bo'lsa, bemalol описаниyaga tushib donat qilsanglar bo'ladi. Bundan tashqari, xo'p jigarlar, bo'lmasa bu kirib ketdim. Sorry. Sekin packga o'taveramiz. Bitta 10 talik bosib beraymi? Ha? Like bosib obuna bo'lganlar uchun deb, ya to'xtanglar, 8 talik bor ekan. Davay, bittalik bosaylik-chi. Yo, Mayululu. O yaxshi yurib ketdi. Kim bo'lishi mumkin bu? Bu Narman yurib ketdi. Germaniya. Sol. Kimmi? Pavlovich. No, chidasa bo'ladi. Davay bitta 10 taliga like bosib obuna bo'lganlar uchun jigarlar. Esicho pastga tushib obunani bosib qo'yinglar. Streamlardan, boshqa narsalardan kech qolib ketmaysizlar-da. Xo'p, Narmanni yurib ketdi. Yaxshi o'yinchi bor degan umidda bismillah deb ochamiz. Bizga Bale tushib bersa yaxshi bo'lardi. Bu akkauntda ham 50 plyus gapirib Germaniya, Sab, Liverpool Birksmi? Virtus jigarlar, orqasida Bayena bor ekan, Sorlot, Gonzalo, Inakio, balabatlar o'yinchilar. Bular kerak emas edi. Davay bitta workout o'yingacha ochamiz. Bu yerdan yurgan yo'q. Bizga bitta Bale'ni berib bersa yaxshi bo'lardi Esichoga. Bale rasa kerak edi. Open pack oz bo'lishi mumkin, lekin sizlarga bir ko'rib maza qilgani open pack bo'ladi. Sizlarni so'raydigan narsam, yaxshi yil yurib ketdi. Angliya, Sab, Arsenal, Eze.
Easy jigarlar, easy. Bunday qiladi. Bu yaxshi. Sotilmaydigan tushibdi. Bu 100 taga qaytib qolar ekan. Bu tomonni ham bor ekan jigarlar. Xo'p. Tugatgungacha ochaveramiz endi, ay. Dalish bo'lish ochamiz. Endi Bale'ni bersa yaxshi bo'lardi. Eziga qaraganda Bale yaxshiroq. Davay bitta muxbiratini qolib, bitta jigar. Germaniya Sof Pavlovich jigarlar. Sizlar tanigan, sizlar bilgan o'sha Pavlovich. Voy, o'ta kam yurdi-da. Пожалуйста, bironta o'yin tushdi. Endi yana qaytib tursami? Dalish. Kim bu? Sorlot. No yaxshi. Tushadimikin degan savol haligacha qiynayapti meni. Nima deb o'ylaysizlar deganlar, menimcha tushmasa kerak-a. Bitta workout o'yingacha bosamiz, keyin bitta 10 talik bosamiz, davaychi. Workout bo'ladimi? Bo'lmaydi. Shunisini aytinglar. Nimadir. Bo'lmaydi shekilli-ga, oxiri 3 talikni olamizmi? Mashinasida berib bering. Kam yurdi-da. Yurdi, lekin kam yurdi. Portugaliya, Levi Zashnik, Bayern. Kim bu o'yinchi? Gereyra. No. Chidasi bo'ladi. Ketdik, ana bitta 10 talik. Bismillah. Пожалуйста, Bale. Germaniya. Yana Pavlovich. Sizlarga jigarlar kim tushdi yozib ketinglar. Mana 10 talikda ham bir normalniy игрок bermayapti nimagadir. 6 tani ham ochamiz, davay. Germaniya yana so'p. Bu o'yinchi tushirib bir zerikamikin yo umuman zerikmaydimikin? Nima deb o'ylaysizlar? Jacksonni bersa ham roziman Pavlovichdan ko'ra. Chiganim bitta muxbiri tana qolib tushib emadingiz-da. Qani bittalik bosamiz. No, Samasetga berib qolsa kerak. U Bale'ni ber, iltimos. Bale. So'zi Parish kim bu? Pacho bizga nima kerak jigarlar? Nima kerak bu o'yinchi mana bizga o'zinglar mana xolisona aytinglar-chi, nima qilamiz biz o'yinchini? Bizga davaychi Bale'ni ber jigarlar. Sizlarga kim tushdi? Shuni ham bir kommentga tushib turib yozib ketinglar jigarlar. Bermayapti. Bitta tushib bersa zo'r bo'lardi, ammo bananani open packini ko'rdim. Bitta ochib turarligini qani tushirib oldim, olsin dedi. Kelinglar, men uni birdan ochib beraylik-chi. Ya'ni workout bo'ladimi-ki? Yo'q. Bizga it turishdir dedi. Abubakir bittada forlarni tushirib oldi. O'sha videoni ko'rib hayratlandim. Nicholas Jackson yurib ketdi. No, lekin Bejik yurmadi-da. Ispaniya, Avrupa, Atletico. Bayena jigarlar. Bayena. Ну-ка, самолет. Jackson tog'a. U yurdi, yaxshi. Lekin kam yurdi-da. Mayli, shukr. Shunga o'tishdi. Argentina, Napadash, Atletico kim bu? Julian Alvarez 115 kartasi. No, 115 bizga kerak emas. Bizga Bale'ni bersin. Davaychi Bale. Bale emasmi? Sporting qanday bo'ladi degan?
bir qiyin bo'ladi ismi. Shunaqa ham bir qiyin ismlar bo'ladimi? O'ta qiyin. Nimaga? Meni omadim kelmayapti. Kommentga tushib yozib ketinglar. Sizlarga bironima tushdimi? Yo, meni omadim kelmayaptimi? Wow. Account hozir shunday o'yinchi olib qaytib kelamiz jigarlar. Jigarlar, bu yerda pul evaziga bizni donar servisidan sotib olsanglar bo'ladigan narsani olyapman hozir. Ko'rib turganingizdek bir dona draft beradi, 50 FC point, 2 ga 1000 ta savmasvet beradi. Buni donar servisidan atiga 15000 so'mga olsanglar bo'ladi. Hozir 25000 so'mligi ham bor, uni ham ko'rsataman. Avval buni olsak, cho'ta FC qatib qoldi. Ikkinchisini ham ko'rsatib o'taman. Ikkalasi ham foydali. Bundan tashqari yo'q, men ko'proq olaman, pulim ko'proq desanglar, bundan 10 ta kelgan 10 tasini ham olsanglar bo'ladi. Esichoni bemalol donar servisidan sotib olsanglar bo'ladi. Men hozir mana ko'rsatib beraman. Mana bu birinchisi, mana bu ikkinchisi, ikkita draft beradi, 150 FC point va 2000 ta samasvet. Bunisi atiga 25000 so'm. 25000 so'm bo'lsa, 40000 so'm evaziga mana shu ikkalasini olsanglar, 3 ta haligida qolasizlar, draft olasizlar, 2 ga 200 FC point, undan tashqari 3000 ta samasvet ham olasizlar, jigarlar. Esichon bemalol olsanglar bo'ladi. Buni eng qimmatini ham ko'rsataman hozir, eng qimmatiga ham o'tsanglar bo'ladi. Oxirigacha ochib berishimiz. Ponni oladigan bo'lsanglar 1,799,000 so'm qilib beramiz. O'zi tan narxi 1,850,000 so'm bo'ladi. Hozir eng oxirigacha bo'lgan narsalarni ko'rsatib o'taman. Xo'p, eng oxirida nima beradi deydiganlarga mana 15 ta draft, 1800 FC point va 6000 ta samasvet beradi. Bungacha bo'lgan yana 8 ta joy bor. 8 joydan mana draft, ana nimalar ko'rsanglar bo'ladi. O'zingizlar ham FC kirib turib bir qarab ko'rsanglar bo'ladi. Esichon donat qilmoqchi bo'lsanglar, ekranga chiqarib beraman. O'zimiz donar servisidan donat qilinglar. Sizlar donatinglar biz uchun motivatsiya, ikkigan mablag' tomonidan ham bizga yordam bo'ladi. Ko'proq kontent chiqish uchun foydali. Sekin open packga o'taveramiz bo'lmasa jigarlar. Bitta 10 talik bossammikan yoki davaychi bittalik, bitta 10 talik. Bittalikda yurmadi. 10 talikda yuradi degan umiddaman bo'lsam, bittalikda yuradi. Italia ismi qiyin brat. Kerak. Xo'p, bitta 10 talik jigarlar, 40 ta qolib ketib qolar ekan. Mayli degan holatda bitta 10 talikni bosamiz mana. Bismillah. Bailni berib yubor. Voy, yurmadi jigarlar, yurmadi. Argentina, Navarashi, Julian Alvarez. Nega orqasida qanaqa bir brat macho. Xo'p jigarlar, o'ta bo'linib ketdi video ham, to'g'ri tushunasizlar degan umiddaman. Akkauntga kirgizgan ukam aka donat qilavering, oxirigacha ochib qo'ying, men pulni beraman dedi. Mashinaga dals davom ettiraylik deb hozir 26 ta draft oldik. Endi 26 ta draftga tushadimi, tushmaydimi bilmayman. Bail tushib bersa zo'r bo'lardi. Tushmagan o'yin tushdi. White? Kim bu White? Bitta 10 talik bosaymiz jigarlar, 10 talikda bitta Bail tushib bersinmi? Mana bir taktika, fantastikalar qilib, ha? Turib chiqasizlar keyin bitta like bosib obuna bo'lganlar uchun bitta bosasizlar, bokam tushmaydi. Ezi tushib qolsa, nimaga? Ezi umrimdagi bilmayman eng omadsiz open pack'im bo'lsa kerak. Bunga ishlata olamizmi-ki? Ishlatsak bo'lar ekan. Davay 13 tani mashina ishlataveraylik. Billa ezi tushib qolib turibdi. Somsa
Sol 04. Zeko degan o'yinchi ekan, 115. Vay, jigarlar o'ta chataq oldi-da, omadchi ishoninglar. Men Bale düşeyimizmikin debman. Tushing düşeysan dedi. Xorvatiya o'zi. Yo, Vidic jigarlar. Yo. Nu W naryoqdan omadimiz kelmadi, lekin bu tomondan omadimiz keldi. Vidic, no normal. Bular lekin Bale tushmadi-da. Давайте mana undan Bale'ga bosaylikchi. Ajob emas, Bale ham tushib qolsa. Portugaliya, Levi Zashnik, Guerrero. Bale tushib qolsa, jigarlar. Mana shu turishda. Qani? To'rtta ochaman bundan, keyin nariyoqqa o'taman. Давайте. To'rtta bilan tugab qolaman ekan u. Oxirgisi. Tushmadi-da, vay. Ammo tushmagani chataq oldi jigarlar. Ishoninglar. Mana unda, bunda, boyni, qizi, mana shunda. Yurberchi bu yerdan olib. Sizlarga aytib o'tadigan narsalarim shu. Dana serisidan donat qilmoqchi bo'lsanglar, bizdan qilinglar. Ekranda chiqadi u. Xudo xolasa nimani ham ochamiz, ligani menimcha bugun vaqtim ulgursa bugun ochib qo'yaman. Streamda xudo xolasa streamga kirsanglar bemalol nima qilsak bo'ladi. Streamni qanday qilamiz desanglar, pastga tushib obuna bo'lib qo'ng'iroqchani yoqib qo'ysanglar, stream yongan payt sizlarga SMS boradi. Madlen stream yoqdi deb. Nesicho, chao jigarlarim, keyingi videolarda, keyingi streamlarda ko'rishguncha xayr jigarlar, sizlar bilan har doimgidek o'sha Madlen bo'ldi.